Давайте har kungi makiyajimizni qilamiz va Instagramda shov-shuv bo'lgan to'yini gapiramiz. Yana bitta narsani aytib o'taman. Ommaga chiqqan narsani biz bemalol muhokama qilishga haqlimiz. В общем, bu to'y bizda bo'lmagan. Hozir aytib bersam, o'zlaringiz sujit tushunib olasizlar. В общем, bitta ayol endi tug'ruqdan keyin erim bilan baxtli yashaymiz desa, dasturxoni ustida endi choy ichib o'tiraman degan paytlari eri ikkinchi xotin olishini aytibdi va o'zini birinchi xotinini ikkinchi xotin olayotgan to'yga chaqiribdi. Sizlar aytishlaringiz mumkin, biz musulmonlar ikkita, uchta xotin olishga haqqi bor. Lekin yaxshilab hadislarni eshitgan bo'lsalaringizlar, kitoblarni o'qigan bo'lsalaringizlar, hamma joyda aytilgan va yozilgan, erkak kishi birinchi bo'lib birinchi xotinining roziligini olib ikkinchi xotin olishi mumkin va erkak kishi 3-4 ta xotiniga hammasiga bir xil qarasa, справедливый bo'lsagina mumkin. Nima uchun erkaklar avval ikkinchi, uchinchi xotin olishgan? Ular chiroyli, qomatli qiz bola bo'lmagan va nabarot erini yo'qotib qo'ygan bolali beva ayollar. Agar sizlarga o'sha ayol nima qilgani qiziq bo'lsa, обязательно plyus qoldiringlar va keyingi videoda sizlarga podrobno hammasini rasmlari bilan chiqarib ko'rsataman.